Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Surxondaryo viloyatidan yana bir Cobalt oldik. 2021-yilda ishlab chiqarilgan shu mashinani 55 million so'mga oldik. Nima deb o'ylaysiz? Qimmat oldikmi, arzon oldikmi? Mashina mexanika 30 ming yurdi. Qo'lni sirtirib tabzor qilib beramiz. Mana katta shopir. Va bo'limdan narida Bo'lishtirdan skutsiya. Xo'p, shunaqa deb bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, topib bergan $100 hadyamiz bor. Bizni kuzatib boring. Siz Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz. Yana shunaqa mashina bo'layotgan bo'lsa, yana 50 millionga ola olamiz. Ko'pchilik aytishi mumkin, qimmat deb, lekin bizlarga shu narsa qoplayapti. Shunaqa bemalol ola olamiz. Mana haqiqatan Surxondaryodamiz, Surxondaryo nomerlar. Mashinamizni yuklayapmiz. O'zbekiston bo'ylab olamiz mashinalarni, qattiq urilgan, yonib ketganda tepa bo'lgan mashina olamiz. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bugun ertalab biz bitta Cobalt Surxondaryodan olgandik. Mana hozir yana bitta 2023-yilda ishlab chiqarilgan 60 ming yurgan Gentra oldik. Shu mashinamizni shu holatda necha pulga oldi deydiganlarga bitta hozir aeroportlariga o'tirgan ko'ryapsiz holati. Shu mashinani shu turishiga qanchaga oldi deb o'ylaysiz? Shu mashina shu turishiga biz hozir xo'p 93 million so'mga oldik. Mana hozir evakuatorimiz olib kelib, evakuatorga ortib olib ketyapmiz. Surxondaryo viloyati Termiz tumanidan olganmiz, Termiz shaharchasidan. Shunaqa deb bo'lgan mashina O'zbekiston bo'ylab olamiz, sotamiz, topib bergan $100 hadyamiz bor. Bizni kuzatib boring, Jalolov servis kanalini kuzatyapsiz. Kalk. Uzvaldi alayım. Hala uzvaldi. bizdan qo'ygan. Bu navorem bor ekan, apteka patib tushdi.